Silimax, retinol va retinal haqidagi videoyimda eng muhim qoidalarni aytish esimdan chiqibdi. Diqqat bilan eshiting. Bu vositalar tarkibida mikroignalar bor, shuning uchun yuzingizga sanchishi mumkin. Bu normal holat. Qo'rqmang, ular faol moddalarni terigini tagiga yetkazib beradi. Ikkinchisi, retinol va retinalni faqat kechqurun ishlatish kerak, chunki quyosh nurida ular parchalanib ketadi va ishlatishdan oldin ham, keyin ham yuzinglarni yaxshilab namlab olishinglar kerak. Например, penka, tonerdan keyin 5-10 sekund kutib, yuzinglarga retinol yoki retinalni qo'yishinglar mumkin. Undan keyin ham namlab olasizlar. Aks holda terilar qurib qolishi mumkin. Eng muhimi, ertasi kuni 50 SPF kremini ishlating. Aks holda yuzingizda pigment dog'lari paydo bo'lishi mumkin. Quyosh nurida bu narsani ishlatish xato. Yana bitta savolga javob berib ketaman. Bittasini ishlatgandan keyin sivritkasini yoki kremini ikkinchisini ishlatish mumkinmi degan savolga ha mumkin. Lekin bittasini ishlatganinglardan keyin ikkinchisini uni ustiga ishlatmanglar. Bittasi yuzinglardagi tirishlar uchun, ikkinchisi dog'lar uchun. Shuning uchun uni bunga aralashtirish keragi yo'q. Hammasini o'zini joyiga ishlatishinglarni maslahat beraman. Eshitganinglar uchun rahmat. Agar sizlarga полезный bo'lgan bo'lsa, xursandman. Sog' bo'linglar.